Assalomu alaykum aziz bilimga chanqoq o'quvchilarim. Bugun shoir, shoh hamda buyuk sarkarda Zahriddin Muhammad Bobur bobomizning 543 yilligini nishonlamoqdamiz. O'quvchilar, bugun siz bilan tasavvur olamingizni mustahkamlaymiz. Tasavvur qiling. Hozir xonamizga bobomiz tashrif buyurdi. Nima degan bo'lardingiz? Assalomu alaykum o'quvchilar. Men sizlar bilan ko'rishganimdan juda ham xursandman. Men sizlarning hayotingiz go'zal va manfaatli bo'lishi uchun o'zimdan o'chmas meros qoldirganman. Xo'sh, men haqimda yana nimalarni bilasiz? Assalomu alaykum buyuk sarkarda va shoir Zahriddin Muhammad Bobur bobo. Siz nafaqat davlat arbobi, balki nozik qalbli ijodkor sifatida ham tarixda o'chmas iz qoldirdingiz. Sizning mashaqqatli hayotingiz bizga shuni o'rgatdiki, inson orzularidan hech qachon voz kechmasdan faqat olg'a intilib, ilm o'rganish zarurligini o'rgandik. Bugungi O'zbekiston yoshlari siz bilan faxrlanadi. Siz barpo etgan buyuk saltanat va yozgan asarlaringiz biz uchun bebaho merosdir. Shunday ekan bobojon, hozir biz 7-sinf o'quvchilari zavq va shavq bilan yod olgan asarlaringizdan namunalar keltiramiz. Bobojon, siz 1483-yil 14-fevral Andijonda Temuriylar sulolasida tug'ilgansiz. Har kimki vafo qilsa vafo topqusidir, har kimki jafo qilsa jafo topqusidir. Yaxshi kishi ko'rmagan yomonlik hargiz, har kimki yomon bo'lsa jazo topqusidir. Tafakkur necha qilsam topilmas sening misling, paridek seni ko'rdim, emassan magar inson, inson magar emassan, ko'rdim seni paridek, misling seni topilmas necha qilsam namoyon. Boburnoma asaringizni o'qir ekanmiz. Bu asardan butun dunyo sirlarini o'rgandik. Yoshligingizda ilmga, she'riyatga, harbiy san'atga qiziqqansiz. Yod etmas emish kishini g'urbatda kishi, shod etmas emish ko'ngilni mehnatda kishi. Ko'nglim bu g'ariblikda shod o'lmadi kishi, g'urbatda sevinmas emish albatta kishi. Atting aro uzoring, sabza ichinda lola. Ul chashma purxumoring, loladagi g'azola, barcha parilar ey jon, girdingda zoru hayron, go'yo irir namoyon, oy tegrasida hol. Mehru vafoni ey yor, ko'p ko'rdin sendan ag'yor, javru jafoni bisyor, qilding menga havola. Hajringda ey pariro, o'zimdan uchdi uyqu, har kecha tongga tegru, ishimdir oxilola. Balodur menga hajring, davodur senga vasling. Itobiq menga ofat, hadising menga darmon. Darmon menga hadising, ofat menga itobing, vasling menga davodur, hajring menga balodur. Ko'ngli tilagan murodiga yetsa kishi, yo barcha murodlarni tark etsa kishi, u ikki ish muyassar, o'lmas olamda boshin olib bir so'rg'a ketsa kishi. Jonimdan o'zga yori vafodor topmadim. Ko'nglimdan o'zga marhama asror topmadim. Jonimdek o'zga jonni dilafgor ko'rmadim. Ko'nglim kabi ko'ngilni giriftor. Aziz o'quvchilar, doim bilimga chanqoq, mehnatsevar bo'linglar. Har birlaring o'zlaringdan tarixiy iz qoldiringlar. Men shunday avlodlarim borligidan faxrlanaman. Bobojon, siz kabi ilmga chanqoq, kitobsevar bo'lishga va'da beramiz. Ilm bilan yurtimizni yuksaltiramiz.